Real Madrid sudyani sotib olishiga ishonmagandim, lekin o'yinni o'z ko'zim bilan ko'rgandan keyin shubhalanib qoldim. Ispaniyaga marafonga yugurish uchun kelgandim. O'zim futbolni juda ham yaxshi ko'rganim uchun Chempionlar Ligasini o'tkazib yuborish men uchun juda ham katta xato bo'lardi. Birinchi kuni Barselona va Benfica o'rtasidagi o'yin bo'ldi. Afsuski bu o'yinga kamera va shtativlarim bilan birga kirgizmadi. O'yin boshlanishiga bo'lsa 15 daqiqa qolgan edi. Uni shartda yaqin oradagi daraxt tagiga qo'yib, o'yinga kirib ketib, maza qilib o'yinni tomosha qildim va Barselonani keyingi bosqichga chiqishini stadiondan tomosha qildim. Vibe boshqacha bo'ldi lekin. Ertasi kuni bo'lsa Madrid shahriga bordim. U yoqda Atletico va Real Madrid o'rtasidagi o'yin bor edi. Atletico Madridning stadioni, ularning muxlislari haqiqatda televizordagidan ham boshqacha darajada ekan, maza qildim ochig'i. Lekin shuncha Atletico muxlislari qattiq qo'llab-quvvatlab turishgan bo'lsa ham, baribir oxirida Real Madrid penaltilarda g'alabani ilib ketib qoldi. Menimcha o'yinni Real Madrid sotib olgandi deb o'yladim. Chunki Atleticoni penaltidan urgan golini ham hisoblashmadi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Shunaqa katta komandalar ham o'yinni sotib olishga harakat qilishi mumkinmi? Kommentariyada fikringizni kutaman.